tik tugi bilan olib tashlang. Hech qaysi lukvitsasi qolmasin, soch chiqmasin, kal bo'lib qolsinlar. Kal hozir hammaga kallar yoqadi. Hech qanaqa kal yoqmaydi, tushundingizmi? Jahongir akam nega yana kal bo'lishga rozi bo'ldilar. Bundan 4 yil oldin Jahongir akamga Turkiyada soch ekib o'tkazganmiz. Natijasidan juda ham davolanib bo'ldik, lekin tepa qismida ozgina yana sochlar to'kilib boshladi va Gulnor opamda, bizani ishxonamizda ishlaydigan trixologimizda sochlari va ozgina soqollarini qaytadan ekib o'tkazishga qaror qildik. Kecha sochlarni olib tashlab, operatsiyaga tayyorgarlik qildilar. Shunaqa polностью kal bo'ldilar. Men shokda bo'ldim, to'g'risini aytsam. Birinchi bo'lib soch oladigan donorskiy zonasini tayyorlab oldik. Gulnor opam chizib chiqib, men anesteziyalarni qilib berdim, og'riqsizlantirib oldim. Ko'pchilikdan savol kelibdi, narkozda qilinadimi deb. Yo'q qizlar, местный anesteziyada qilinadi. Anesteziyadan so'ng birinchi etapga tayyorgarlik boshlanadi. Birinchi etapda donorskiy zonadan shunaqa sochlari kerakli joylardan teshichalar ochiladi maxsus apparat yordamida. O'sha yerdan graftlar ajratib olinadi. 2 ta, 3 ta, 4 talik graftlar bo'ladi va uni sanab olishib, o'zimizga kerakli joylarga ekib o'tkazamiz. Jahongir akaning tepa qismlariga va soqollariga 4000 ta jami soch ekib o'tkazib berishdi. Natija sizlarga ham qiziq bo'lsa, izohlarda обязательно yozib ketinglar, sizlar bilan ham bo'lishib boraman.